do'stlar, nima kelyapti? Biz shunaqa neytral zonadamiz do'stlar. Bir qadam yoqa-boqa hayot uchun xavfli. Assalomu alaykum bratim. Kelinglar. Shoptolilar bu yil pul bo'ldi. Obzorni qilish kerak. Assalomu alaykum China Motors muxlislari va Jack Qo'qon obunachilari. Endi bundan kungi obzorlarimizni shu tabiat qo'ynida, ya'ni tabiat, jivarash qilyapmiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek obzorni boshlaymiz. Obzorimizga keladigan bo'lsak, FAV brendiga tegishli, ya'ni FAV mini gruzovikning shassili, ya'ni 4x2 varianti. Buni motoriga keladigan bo'lsak, motor 136 2 litr turbina motor bo'ladi. Bemalol metan, propan tushadi. Ya'ni bu benzinda, dizelda emas. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi qismi kakali Isuzu'ni burrib sina qilib qo'yganda bir xil deyarli. Ko'rib turganlarning o'zini chiroyli FAV logolari, o'zini chiroyli yozuvlari va faralari, danni blижний или gabaritli chiroqlari, tumankalari ham bor ekan. Xo'p, oldi reshutkalariga keladigan bo'lsak, oldi reshutkalari ochilmaydi. Yon qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringiz bakovlari, ya'ni istadan bu ham bir qulaylik. Oldingi obzorimda bakovlarni gapirmay, mashinani gapir deyishibdi. Endi bu ham bir bakovlarni gapirib o'tib ketishman, bir ma'lumot. Kimgadir qanaqa, kimgadir nima. Xo'p, eshiklari, ya'ni yopilishlari yaxshi. Va bir ikki bosqichli eshik ochilish sistemasi bor. Ya'ni xo'p, afishkasiga keladigan bo'lsak, ko'rsatib o'tganingizdek, afishka qismlari plastmassa, o'zining ruchkalari bor. Xo'p, markaziy qulf sistemasi, keyin stiklopodъемниклari bor va albatta salonga mavjud. Xo'p, mashina villur salon, ya'ni siginyasi pnevma emas, ya'ni pnevma hamki qandaydir amortizator emas. Ichki qismi, ya'ni rul qismiga keladigan bo'lsa, multimedia, ya'ni multi upravleniyalarni boshqarish va signal yoqsa yonadigan. Xo'p, konditsioner bor. Oldi zadniy oldi kamerasi bor, monitorlari bor, Android, konditsioner upravleniyasi bor. Mana ko'rib turganlaringizdek, avarenkalari ham bir ajoyib. Blижний pastlatib tushiradigan ligirlovkalar va perekutorlari bor, 12 voltli. Va aytib o'tganimizdek 5 bosqichli korobka sistemasi va ruchniklari bor. Do'stlar, nima kelyapti? Biz shunaqa neytral zonadamiz, do'stlar. Bir qadam yoqa-boqa hayot uchun xavfli. Albatta xavfli. Xo'p, 3 kishi bemalol ketaveradi, 2 kishiga bemalol ruxsat bor. Endi asosiysi orqa qismiga, ya'ni kelamiz. Hozir mana ligrovka ham bo'ladi, sidena или rullari ham ligrovka bo'ladi. Bemalol chiroqni danni blижнийdan o'chirib yoqish. Hop, nima поворотниклар va dvornik gitarasi bor ekan. Hop, orqa qismiga keladigan bo'lsak, hop, hozir men ochilishini ko'rsatib o'taman. Bitta ochasiz. Ko'tarasiz. Ko'rib turganlaringdek, Yuney benzinli 2 litr turbinali motor joylashgan. Ya'ni bu motor turbina deganda ko'pchilik adashib qolmanglar. Bemalol metan, propan uстановка bo'ladi. Korobkalari va o'zini val deydimi, endi bu nima deydi? Mana kardanlarni ko'rib turibsizlar va zadniy mostlar.
Bu avtomobilimizga ham 3 yil 100 ming probegga garantiyasi bor. Ya'ni motor, korobka, zadniy moska. Agar birorta defekt biron nima bo'ladigan bo'lsa, albatta Qo'qon filialidan hal qilib beramiz. Faqat siz Qo'qon filialidan olsangiz. Baklari 55 talik bak, ya'ni benzinli. Aytib o'tganimda orqa risol, oldi ham risol. Keyin yana bitta plyus tarafi, orqaga ham oldiga ham dalifkasiga amortizator qo'yib o'tib ketgan. Va zapaska balon o'rnlari bor ekan. Do'stlar, bu nima deydi? Shassi uzunligi, ya'ni nechta tonna ko'tarishlarni ekranda yozib o'tib ketamiz. Ko'rasizlar bemalol dalni haqiqiy ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Hozir men unchalik ochiq gap, unchalik ma'lumotga ega emasman hozircha. O'zi kecha keldi bu modelimiz. O'shani hisobiga, ya'ni klientlarimiz bilsin, mijozlarimiz bilsin deb sirazi obzorga olib chiqib obzorni qilyapmiz. Endi xato kamchiliklar bo'lsa, uzr, avvalambor. Xo'p, orqa qismida mana ko'rib turganlaringiz kamera, zadniy kamera va orqa faralari va dugalarni qo'yib o'tib ketgan ekan, do'stlar. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Obzorni do'stlar shu joyda to'xtatamiz va keyingi obzorlarimizda xudo xolasa aktivlarni, podpisatsiyalarni unutmanglar, layklarni bang 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 urib tashlanglar. Xudo xolasa do'stlar, sizlar uchun mehnat qilishda charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ko'rganda ko'rishamiz.